Assalomu alaykum, xayrli kun. Agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz va bu video sizni topgan bo'lsa, tabriklayman. Demak, уже butun hamma shu kungacha bo'lgan sinovlaringiz yakunlanadi va o'zingiz xohlagan yangi hayotga qadam qo'yish vaqti keldi va mana shu video sizga sababchi bo'ladi. Hozirgi sizlarga aytmoqchi bo'lgan amaliyotim aynan Fotiha amaliyoti va bu amaliyot orqali men o'zim $10,000 qarzlarimdan juda ham katta ishlarimdagi chigalliklardan, moshenniklardan xalos bo'lganman va bu amaliyot men uchun hayotimda juda ham katta o'rin egallagan. 2024-yili juda katta qarzga tushib qolgan bo'lganman. Moshenniklar meni aldab ketishgan, noto'g'ri insonlarga pul tikib qo'yganligim tufayli, noto'g'ri namerение, ya'ni noto'g'ri gumonda bo'lganligim tufayli meni hayotimda bo'lgan bu narsalar va bu narsa tufayli psixologik nuqtai nazardan aybdorlik hissiga kirib ketgan bo'lsa, umumiy olganda esa ishonch neto tomonga ketib qolganmadi, ya'ni bandasiga ketib qolgan. Endi Fotiha amaliyotini men sizlarga hozir ko'p gapirmayman, ko'p cho'zmayman, tushuntiraman. Lekin ozgina oldin o'zimni tanishtiraman. Amaliyotchi psixologman. 3 yildirki men o'qib o'rganib kelaman, haligacha o'qiyman. Va sizlar bilan hozirgi bo'lishmoqchi bo'lgan, yana takrorlayman, Fotiha amaliyotim aynan o'zimning boshimdan o'tgan va bo'lgan sinovdan o'tgan va misli ko'rilmagan mo'jizalarga sababchi bo'lgan amaliyotidan biri deb bilaman. Xo'p, qanaqa bajaramiz? Har kuni 40 kun davomida bomdod yoki shom namozidan so'ng aynan Fotiha surasini alhamdulillah deb bir xil aytishadi. Aynan o'sha surani 40 marotaba namoz tugatganingizdan keyin 4 rakat o'qiysizmi, 5 rakat o'qiysiz, tugatib bo'lganingizdan keyin joy namozida yetishlik tavsiya etiladi. 40 marta. Nima uchun 40 marta? 40 marta etilganda o'sha qalblar ochiladi, eshiklar ochiladi. Umuman olganda o'zi faqatgina qattiq nimadir ochilish uchun emas, rizq yoki menda nimadir qarzlarim yo'q bo'lish uchun deb o'qilmaydi. Asli siz mana 1 kun o'qiysiz, 2 kun o'qiysiz, 3 kun o'qiysiz, shunchaki his qilmasdan o'qiysiz. 4-chi, 5-chi, 6-chi kuni anglaysizki, to что bu sizga shunchaki meni qanaqadir eshiklarim ochilsin, rizq eshiklarim ochilishi uchun emas, birinchi o'rinda halovat uchun o'qiladi. Qachonki qalbimizda halovat bo'lsa, qalb kimniki? Alloh bilan halovatda gaplashish, ya'ni sizga dunyoviy hirs, havas kerak emas holatda, Alloh roziligi kerakli holatga o'tganingizdagina mana shu amaliyot sizga nisbatan ishlashni boshlaydi. 40 kun deyilishiga sabab ham shu, poklanish darajasi 40 kunga, ya'ni 40 kun deb olinadi o'zi aslida. Hammada har xil, kimlardadir уже 20 kunda уже вообще misli ko'rilmagan o'zgarishlar boshlanadi. Bir xillarda 40 kunda boshlanadi. Bir xillar вообще 2 oylab o'qiydi. 2 oylab o'qish ham mumkinmi? Mumkin albatta. Hayz holatida mumkin emas. Misol uchun 15 kun o'qidingiz, 15 kundan keyin hayzingiz keldi va hayz tugagandan keyin 16, 17, 18 qilib davom ettirib ketishingiz kerak bo'ladi. Faqatgina bomdod yoki shom namozidan keyin o'qiladigan amaliyot. Xo'p, 40 marta o'qidingiz, o'qib olganingizdan keyin endi qarang, yana bitta bu yerda joyi borki, qo'llaringizni duoga ochib, yo Rob deb 4 marta chaqirasiz. Yo Rob, yo Rob, yo Rob, yo Rob 4 marta chaqirasiz va shu holatda turganingizda Allohga va'da berasiz. Masalan, meni va'dam qanaqa bo'lgan? Yo Robbim, Allohim, men endi bundan keyin hech kimdan qarz olmayman va qarz bermayman degan va'da bo'lgan va qarz bermayman, haqiqatan ham bersam ham ehson qilib, ehson sifatida men roziman deb beraman haligacha. Hozirgi kungacha bo'lgan holatimda haqiqatan ham hech kimdan qarzda pul olmaganman. Bo'lgan, to'g'ri, bir martami, 2 marta bo'lgan, tez qaytarib berishga harakat qilaman va u ham qanaqa bo'ladi? Masalan, asli o'zi qanaqa bo'ladi ham mayli, siz shu bergan va'dangizni ustidan chiqishingiz kerak. Tushuntira oldim, xullas kalom. Masalan, men-ku xo'p, meni so'ramang, tanish bilish, opa bo'ladi-ku, opa ukachilik o'rtasida shunaqa narsa bo'lgan. Men aytmoqchimanki, haqiqatan ham siz va'da berdingiz, masalan, aytdingiz, bundan keyin hech kimni ko'nglini og'ritmayman yoki hech kimni g'iybatini qilmayman yoki hech kimga yomon gapirmayman yoki hech kim orqasidan gapirmayman yoki nimadir va'da berdingiz, xullas kalomda. Va mana shu nafsingizni boshqarasiz, ya'ni mana shu gumoningizni, mana shu nafsingizni boshqarasiz va aynan mana shu orqali, ya'ni va'dangizni turishingiz uchun, masalan, men hech kimdan qarz olmayman, qarz bermayman deb va'da berganman, lekin menga qarz so'rab
telefon qilishni boshlashgan. Ya'ni Alloh sizni va'dangizda turishingizni sinab ko'rar ekan. Menga qarz so'rashgan shu paytda men umuman uzoq bo'lib ketgan insonlarim, ana nima deydi, 2-3 yildan beri ishlamayotgan insonlarim qarz so'rashni boshlashgan. Keyin o'shanda men bilmaganman birinchi bu narsani o'yligini. Shuna karta kichkina summa o'zi, lekin Allohning buyukligini qarangki, kartamda 64 ming so'm bor va menga telefon so'rayotgan odam mendan 50 ming so'm so'rayapti. O'sha summa o'zimga kerakli paytda mana qarzdagi odam uchun 50 mingdan 1000 so'm pulda o'sha payt men u narsani juda yaxshi tushunaman. Va o'sha narsadan keyin yo mayli tashlab beraman, ber kartang deganman, 50 ming o'tkazib berganman. Shom namozini o'qiyapman, qalbdan o'tyapti shu sinovligi va sinovdan o'tganligimda. Yig'layapman, do'v ko'zimdan yosh oqyapti. Allohim, men o'sha qarzni bermadim o'sha narsani. Men Alloh yo'lida roziman deyapman. Takже xuddi shunaqa holat bo'lgan. Menga bitta inson kelgan, men senga $3000, qarchi qarzingni yopib tur, siqilma degan. Men u insondan so'raganman, bu narsa menga o'zimga beryapsizmi yo qarzmi desam, yo topganingda berasan, ya'ni qarzni beryapman deganlar. O'sha paytda shunaqa yig'layapman, menga o'sha pul kerak, lekin kerak bo'lgan taqdirda ham men uni qarz olmayman deb va'da berganman-ku. Olmaganman, lekin ertasi kuni Alloh menga o'sha kuni даже Alloh to'g'ri $3000 menga bir kunda kelmagan, lekin kam qilib Alloh o'zi meni tayyorlab qarzimdan chiqib ketishim uchun qanaqadir sinovli sabablar ham bo'lgan. Va xuddi shunaqa va'dangizga vafoli bo'lasizmi, yo'qmi, Alloh sizni sinab ko'radi va sizga sinovli vaziyatlar keladi. Qancha siz narsa xohlayapsiz, tipa aytaylik, men Mercedes mashina olmoqchiman. Farqi yo'q. BMW olmoqchiman. Amerikadan u olmoqchiman, Dubaydan u olmoqchiman. Farqi yo'q. Nimani niyat qilib boshlasangiz, Alloh sizga o'sha niyatingizni beradi, ammo sinov ham shunga yarasha bo'ladi. Va sinovdan o'tsangizgina, va'dangizga vafoli bo'lsangizgina, ishoning, sizda hammasi zo'r bo'ladi. Mana endi nima uchun sinov beriladi? Alloh sizni yomon ko'rgani uchun emas, sizni qanaqadir nima deydi, nimadir qilib ko'rish uchun emas. Bu sinov asli berilish sababi ham bandam shu narsaga tayyormi, bandam yetdimi, shu narsaga ulg'aydimi degan maqsadda. Va bilasizlar, agarda sinov bo'lmasa, hayotingiz bir tekislikda ketsa, sizda misol qarz holati, munosabatlar bilan, ajrim bilan, ishingiz bilan holatlar sizni bezovta qilmasa, qanaqa qilib siz Allohni taniysiz? Alloh o'zini tanitish uchungina, o'ziga qaytish uchungina, iymoningiz mustahkam bo'lishi uchungina sizga irodangiz yetganchalik sinov beradi. Bir xillarni sinovni eshitsangiz, "Voy" deb yoqqa ushlaysiz, to'g'rimi? Demak, siz o'sha sinovga tayyor bo'lmaganingiz uchun, sizni irodangiz o'sha sinovni ko'tarmagani uchun ham Alloh sizga bermagan. Demak, o'sha insonni irodasi o'sha sinovni ko'tarar ekan. Va o'sha narsani "voy" deyish kerak ham emas. O'zi aslida har bitta inson o'ziga beriladigan sinov bu Allohga yaqinlashish uchun va iymoni butlanishi uchun. Ya'ni iymon mustahkamlanishi uchun beriladi. Endi qizlar, qaranglar. Bu amaliyotni bajarib bo'lganinglardan keyin, xudo xolasa mana boshladinglar, 40 kun davomida bajarib bo'lganinglardan keyin, meni hayotimda hech narsa bo'lmadi-ku demaydi. Bo'ladi, обязательно. Nimaga bo'lmaydi? Bo'ladi. Bu hammada 100% ishlagan praktika bo'lgan. Nimaga sizda ishlamasligi kerak? Sizda hammasi yaxshi bo'lsa, sinovlar kelmasa, siz bu praktikadan oson yengil o'tsangiz, sizni tabriklayman. Demak, Alloh suygan bandasi ekansiz. Bu degani meni Alloh yomon ko'rar ekan, menga sinov bermadi deb o'ylamanglar. Yo'q, Alloh suygan bandasi ekansiz. Sizni hayotingizda hamma narsa yaxshi ekan, siz o'zingizga kerakli etaplarga tayyor ekansiz va Alloh sizni osonlikcha sizga beradi. Bu degani menga sinov berilmadi. Alloh sevimli bandalariga sinov beradi. To'g'ri, lekin sinov berilmasa meni yomon ko'rar ekan Alloh degan narsaga ham borib qolmanglar. Shunaqa o'quvchim bo'lganlar, "Komil opa, men Fotiha amaliyotini qildim, lekin menga hech qanaqa sinov kelmayapti" deydilar bir kun telefon qilib menga. Men kulyapman-da, "Voy, xursand bo'ling" deyapman. Alloh sizga shunday beryapti. Demak, siz уже до того tayyor inson, уже sinovlardan o'tib bo'lgan, pishib bo'lgan insonga balki berilmas, mana uni bilmayman, Alloh ishlari. Lekin unaqa deb ham o'ylab qolmanglar. Vot shunaqa. Endi meni yana bitta qutqargan narsani aytmasam bo'lmaydi sizlarga. Aynan Voqea surasi xatimi bo'lgan. Men 40 kun Fotiha amaliyoti bilan birgalikda Voqea surasini ham 40 kun davomida o'qiganman. Agar yodlagan bo'lsangiz yodlang. Agar sizga rus tilida o'qish udobniy bo'lsa, rus tilida o'qing. Arab tilida o'qish udobniy bo'lsa, arab tilida. O'zbek tarjimasida o'qish bo'lsa, o'zbek tarjimasi. Men masalan tarjimasini o'qiganman. Men arab tilini zo'r bilmayman. Tarjimasini o'qiganman. 40 kun Voqea surasini qo'shib o'qiganman va har safar Voqea surasini o'qiganimda, ya'ni Voqea surasi ham qanaqa o'qiladi? O'sha bomdod yoki shomda siz
40 marta Fotihani o'qidingiz va bir marta o'sha payt bir marta qo'shib voqeani o'qishingiz kerak bo'ladi. Shomda yoki bomdodda bir marta. 40 marta o'qimaysiz, 40 kun o'qiysiz, bir marta, bir kunda bir marta o'qiysiz. Shunaqa va mana shu narsa ham menga juda ham katta yordam bergan. Siz hammanglarni yaxshi ko'raman. Alloh uchun yaxshi ko'raman. Agarda shu videoyim, shu ma'lumotlarim sizlarning hayotinglarni yaxshilash uchun va hayotinglarda ozgina bo'lsa ham o'zgarishiga sababchi bo'lsa va mana shu video orqali siz ham qanaqadir anglashni olgan bo'lsanglar, albatta yaqinlaringizga taklif qilinglar bu videoni. Men xursand bo'laman va albatta foydasi bo'lsa, meni boshim osmonga yetadi. Nima deydi? Hammanglarga faqatgina yaxshilik tilayman va meni eng maza qiladigan va meni eng qutqargan, meni nima deydi, umuman olganda butun hamma hayotimda anglashib bergan va birinchi bo'lib qalbimga yo'l topgan mana shu amaliyotda sizlarga ham ilinganimning sababi ham shu. Avvalambor Alloh bizni sababchimiz, man qildim demayman hech qachon, buni hech kim qila olmaydi. Faqatgina hammasi Allohga beramiz, Allohga tashlab qo'yamiz, Allohgagina tavakkal qilamiz. Hammanglarga yaxshi kun, yaxshi oylar, yaxshi amaliyotlar tilab qolaman. Keyingi darslarda inshaalloh yaxshi kunlarda ko'rishguncha.